Yuqorqi biz bir qancha soatlik dars ishladi hamda o'sha miqdor to'g'riliq so'zladik. Andan keyin o'sha programmadagi bir matematiklik amallar to'g'riliq so'zladik. Matematiklik amallar to'g'riliq so'zladik. Hamda bu so'zlayotgan mazmunlarning hammasi Androidga munosabatsizda ko'rindi, millatda munosabatsizda ko'rindi. Lekin shu savoqdoshlarniki mushu mazmunlarni puxta bilmasa, mushu mazmunlarni puxta bilmasa o Androidga şu asosi bo'shliq kirib ketib qolsa ish qilolmaydi, ish qilolmaydi. Nimishga desanlar Androidda yuqori darajali programma yozgan chog'da yoki bo'lmasa Androidni texmi mukammal, texmi yaxshi o'rganishga o'rganish uchun cho'qim mush programma asosi bo'libmi Java'dagi ba'zi programma asoslari kuchli bo'lish kerak, bular kuchli bo'lish kerak. Hamda tuanda men hamda tuanda men endi programmaniki ish programma laylashdiki mayli qanday tilda bo'lsin bir muhim bo'lgan ko'ngil deb qo'yamiz boshqarish boshqaruvchi masalan buyruqlar boshqaruvchi masalan buyruqlar deganda men so'zlab o'tmoqchi shularning orasidan birinchisi masalan if else endi qanchalik ko'ngil bor desanglar if else anan keyin for anan keyin while anan keyin do while anan keyin break anan keyin continue qatorliq mujda bir qator bo'lgan hamda ko'ngil bor bular hamda nima qildi desanglar men hammasini aralashtirib so'zladim ko'ngil bor bular nima qildi desanglar bular ma'lum bir shart qurilgan asosda o'zining doirasidagi programmalarni icra qiladi yoki bo'lmasa shu programmalarni qayta ijro qiladi yoki bo'lmasa atlab o'tib ketadi degandek shart qurilgan asosda ma'lum bir shart asosda bularning hammasi ma'lum bir shart asosda ma'lum bir o'ziniki biz belgilab qo'ygan programmani ijro qiladi hamda bularning ichida eng oddiysi bo'lsa if else deganimiz oldingi soatlik darsidami bolalar mesela nurg'un programmalarni yozish jarayonida ko'rdi if else'niki alohidaliklarini ko'rdi. Bu if else deganimiz qanday desanglar if else deganimiz ifning agar shart qurilgan bo'lsa unda bo'lsa ifninki shu kodrayindagi programmani ijro qildi agar undaq bo'lmay qolsa else'niki else o'tab ketadi hamda else'ni yozsak ham bo'ladi bu ifniki hamda if else'niki ikki xil shakli bor birisi if yolg'iz kelganligi yana birisi else kelganligi hamda else yolg'iz kelmaydi alohida diqqat qilganimiz else yolg'iz kelmaydi else o'ziga cho'qim bir bog'lanishli bo'lgan ifga bog'lanib keladi har qanday bir else'niki usti tarafida o'ziga munosabatli bo'lgan bir if va degan so'z hamda ifniki shart qanday bo'ldi deydi ifniki shart qanday bo'ldi bu yerga cho'qim rost yolg'on tip keldi yoki bo'lmasa shundoq rost yolg'on tipni qaytaradigan ifoda yoki bo'lmasa mas'ud funksiya qaytarma qiymati rost yolg'on tip bo'lgan funksiya degandek narsalar keldi bu yerga cho'qim rost yolg'on tip keldi bu yerga masalan 5 tang 4 desak bo'ladi bu yerga 5 tang 4 desak bo'ladi lekin bu yerga 5 ta bizni qo'shaq bo'lmaydi lekin boshqa tillarda masalan PHP deymiz C tili deymiz shuningga bu yerda 0 dan boshqa sonlar rostni bildirdi 0 dan boshqa narsalar rostni bildirdi 0 bo'lsa yolg'onni bildirdi lekin Java'da undaq emas Java'da cho'qim mishaga ifning ichiga rost yolg'on tip kelish kerak bu yerga bir rost yolg'on tip kelish kerak endi oldingi soatlik darslarda biz ko'rib o'tdik ma'lum bir ifodalarniki rost yolg'on tiplarni qaytaradiganligini masalan cho'ng kichik dedik anandagi masalan tang dedik tang emas dedik degandagi shunday bir ifodalar bor rost yolg'on endi rost yolg'on tip yana so'zlab o'tib ketsak bol buniki shakl qiymati bor bolniki shakl qiymati bor true yoki false true deganimiz hamda qurildi rost true deganimiz rost bo'ldi false deganimiz yolg'on bo'ldi endi rost bo'lsa ifning ichidagi programma ijro bo'ldi rost bo'lsa butkul bir ifoda ifning ichidagi shu tirnoqning ichidagi butkul bir ifodani eng oxirgi natijasi rost bo'lgan bo'lsa ifning ichidagisi ijro bo'lgan bo'ldi yolg'on bo'lgan bo'lsa ifning ichidagisi ijro bo'lmaydi endi buniga masalan ham yerga ikki tal qiymat yo'qoladi a tan 10 masalan beta 12 deb
qimmatli bo'ladi. Agarda a kichik yoki teng b bo'lib qolsa, u chaqda a kichik b de ya. Undaq bo'lmay qolsa, b cho'ng a cho'ng b'dan de ya. Endi ma programma qaraydigan bo'lsak, eng oddiy bo'lgan bir endi masalan bir programma, eng oddiy bo'lgan bir if'ni tushuntiradigan bir programma. Buni qaraydigan bo'lsak, masalan a ning qiymati, ma shart qaraydigan bo'lsak, ma shart bir ifoda hamda rasyalganni qaytaradigan bir logikalik ifoda bu. Bunun belgilik ifoda, bunun qaraydigan bo'lsak, hamda ijro qiladigan bo'lsak, a kichik yoki teng b deydi. Demak, miyadagi shart qurildi degan so'z. Qiymati qarab bakadigan bo'lsak, rasla a kichik b dinken. Buniki endi bu eng oddiy shakli, f'niki eng oddiy shakli bu. Nimaga elsni yozsak mı bo'ldi, yozmasak mı bo'ldi? Lekin elsni yozsak, cho'qim elsning ustiga bir if'ga masalan bir tangdosh bo'lgan bir if bo'lish kerak, elsga tangdosh bo'lgan bir if bo'lish kerak. Endi if'ning ichiga yana davomli turda if yozsak bo'laverdi. Davomli turda biz if yozsak bo'ldi, else yozsak mı bo'ldi. Demak, ma'qul shaklda qaranglar, ma elsniki tangdosh if'si ma va ustidagisi. Ma cho'ng elsniki masalan eng sirtidagi elsniki tangdosh if'si ma eng sirtidagisi bo'ladi. Bunga alohida diqqat qilishimiz kerak, masalan, diqqat qilishimiz kerak. Bu bir xil shakli. Endi yana bir xil shakli, masalan, memiyaga olsa, ma tangni chiqirib memiyadini, tangdan chiqirib memiyaga yana bir yozay. Else if mesela a tang b bo'lib qolsa, a tang b bo'lib qolsa, a tang b ekanda ya, mana a tang b ekanda ya, mana. Mana qaraydigan bo'lsak, miyada hamda else if dedi. Amaliyotda bu qanday desanlar, amaliyotda qaranglar. Ma else'niki kodrayni ma ostidagi ma bo'ldi. Ma ustidagi else ma if'ga bog'langan bo'ldi. Ma ostidagisi bir if'ni bildirdi. Ostidagisi herkes else if deb bir narsa yo'q, faqat shu else bilan if'niki, if else'niki ichida yana davomli bir if'ni yozdik degan ifoda. Mana davomli bir yozdik degan ifoda. Yo'q, alohida diqqat qilsak bo'ladi. Mesela mani yazsak mı buldu, yazmasak mı buldu? Mana yazsak mı buldu, yazmasak mı buldu? Demek ki ona mende ma else bo'lsa, ma if'ga bog'liqlik bo'lgan bo'ldi. Mana ichidagi if'ga ma else, mesela ma o. Buni bunday tushunamiz, ma else nisbatan ma else nisbatan mana. Mana shu cho'qim if bilan else bo'lgandan keyin cho'qim ustida ashuna degan bo'lgan bir if bo'lish kerak. Hem yuqorqi mazmunlarni bir xulosa etilgan bo'lsak, if'niki hamda qurilishi uchun if'niki shartning ichiga cho'qim bir rasyalgan tip keladi. Rasyalgan tipni bildiradigan yoki shundan qaytiradigan bir funksiya yoki bo'lmasa, shunga o'xshash ma'lum bir ifoda keladi. Rasyalgan tipni qaytiradigan yoki shuni bildiradigan funksiya yoki ma'lum bir ifoda keladi. Hamda bu if'ni yozgan chaqda agarda if'ni yolg'iz yozsak, mesela yolg'iz yozsak, buni ichiga yana bir diqqat qilamiz, bir qancha ifoda kelalaydi. Mesela bayonqi umumiy rasyalgan tipni bildiradigan bir qancha ifodalarni kelalaydi degan so'z, buni ichiga bir qancha ifodalar kelalaydi. Mesela a tangdan b bo'lib qolsa degandagi, demak ma'noda ham nimani ifodalaydi desanglar, mush umumiy bir ifoda, if'ning ichidagi mush umumiy bir ifodaniki eng oxirgi qaytarish natijasi qaraydi. If'ning ichidagi bir umumiy ifodaniki eng oxirgi qaytarish natijasi qaraydi. Andaki yana else bo'lgan chaqda cho'qim else ustida bir mishnaqa düğün kelgan, mos kelgan bir if bo'lish kerak. Else o'z yolg'iz holatda mavjud bo'lib turolmaydi, programda o'z yolg'iz holatda mavjud bo'lib turolmaydi. Bu cho'qim ustidagi ma'lum bir if'ga bog'langan, ham shu if'niki masalan qurilmagan chaqda ijro bo'lgan
qismi bu. Buni yozsaqmi bo'ldi, bayatında deb ketgandek yozmasaqmi bo'ladi. If yolg'iz bo'lsa qolsam, ish tanlama qurilgan bo'lsa, men kodni ijro qildi. Qurilmagan bo'lsa, davomli tuvandagi kodni ijro qilib menga yur degansiz. O'sha bir rayondan otlab ketib ketadi degansiz, otlab ketib ketadi degansiz. Masalan, username-se, user password-se buni nalulab qolsa, unda olsa tizimli vet. Shunda shuningga nalga tanilmay qolsa tizimli vet deganga o'xshash bir qator yerlarga if else agar unda bo'lmay qolsa, else unda bo'lmay qolsa, nalga tanilab qolsa, unda olsa bu qonunsiz kirgan yo'q degandek ham bunda bir qator tanilganlarni ishlatamiz buni. Hamda bu if'tiki mazmunlar, if nayt oddiy endi ishlatishchiligini nayt yuqoriligini buni ishlatishchiligini nayt yuqori doim programda endi barliq shartni tekshirishib qolsalar asosiyatimiz if'ni ishlatamiz. Buni ko'proq mashq qilib o'zini shu masalan har xil masalan bayatda o'rgangan tanlik belgilar masalan har xil ifodalar bilan biriktirib mashq qilib bularni shiltib qilishni umid qilmayman. If'ni davomli qilishni mashq qilishni